Qornim shunaqa 9 oylik homilaga o'xshab qolgan. Shunday o'zimni yomon ko'rib ketaman borgan sari. 76 kilogramman. Ushbu komment egasiga tezkor javob berishga harakat qilaman, chunki oralaringizda xuddi homilador ayollarning kabi semirgan qoringa ega bo'lgan ayollar juda ham ko'p. Keling, sabablarini o'rganamiz. Qorin xuddi homilador ayollarnikidek tarang va tashqariga chiqqan bo'lishining birinchi sababi ichaklar faoliyatining sustligi. Ichak faoliyati sustligi hisobiga qorin atrofida gaz to'planadi va shuning uchun ham qornimiz semira boshlaydi. Ikkinchi sabab tanada ortiqcha suv va shishlarning yig'ilishi. Buni asosiy sababi iste'mol qilayotgan ovqatlarimizda natriy, ya'ni tuzning ko'payishi tanada ortiqcha suv yig'ilishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi esa gormonal o'zgarish. Insulinning qarshiligi, kortizolning yuqoriligi qorin atrofida yog'larni to'planishiga sababchi bo'ladi. Lekin men bugun oddiy yechimni bermoqchiman. Bu oddiy yechim sizni bir kunda 15 daqiqa vaqtingizni oladi, lekin homilador ayollar kabi qorningizdan xalos qiladi. Maslahatim, bir kunda har ovqatlanishdan 15 daqiqadan so'ng kamida 10-15 daqiqa zinadan tushib chiqish mashqini bajarishingiz kerak. Bunda bizning ichak faoliyatimiz yaxshilanadi, tana ortiqcha suvni esa o'zi avtomatik hayday boshlaydi. Faqat nonushta, tushlik va kechki ovqatdan keyin bir kunda 3 mahal albatta bu mashqni bajarishingiz kerak. Agar sizda ham sog'ligingiz bo'yicha savollar bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Eng ko'p like to'plaganiga javob beraman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmang.